Stalin rahbarlik qilayotgan Sovet ittifoqida ish tashlashlar bo'lgani haqida eshitganmisiz? Sovet ittifoqida-ya, Stalin davrida-ya. Shunaqa ishlar ham bo'lgan. Andijonda, Toshkentda, umuman hamma yoqda. Mana O'zbekiston tarixi xorijiy manbalarda kitobidan hozir sizga shu haqda ikkita parchani o'qib beraman. Birinchisi Davlat siyosiy boshqarmasi, ya'ni hozirgi DXX ga o'xshash tashkilotning 1930-yil sentyabrdagi hisobotidan. Melnikova Sho'rob temir yo'l tarmog'i qurilishining 140 nafar ishchisi 27-sentyabr kuni ish haqlarini talab qilib ish tashladi. Ish haqi to'lanmaganligi munosabati bilan ish tashlashlar Andijondagi Davlat banki qurilishida, tug'ruqxona qurilishida, Suxoy Xrebet Sovet xo'jaligida, Toshkent stansiyasida va boshqa korxonalarda ham qayd etildi. Ikkinchi parcha boyagi nozik tashkilotning 1930-yil noyabrdagi axborotidan. Andijondagi Melnikova Sho'rob temir yo'li qurilishida 11-noyabr kuni 290 nafar ishchi ish haqining kechikishi tufayli ishni to'xtatdi. Ana shunaqa